Qaysidir ham maraz kelib, mana bu yerda 40 ming so'mga narsa olib, antga borib chek bermadi, bu yoqildi deb 10 millionga shtraf ketdi mana. Men har kuni kelib aytdi, sizlar uchun somsa yopaymi yoki 10 million shtraf to'laymi? Shuning uchun iltimos sizlardan Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, butun O'zbekiston viloyati qo'llab-quvvatlab paddeshga berib bitta menga podpiska bo'lib profilimni bo'ng'illatib yuboringlar iltimos sizlardan. Kameralarimda basharasi bor, qo'ysam uyalib qoladi. Shularni haqqiga bitta kommentariyada duo qilib qo'yinglar iltimos. Shunaqalar o'zi ko'rib o'zi uyalib qolsin. Keyin sabab bizga o'xshagan kambag'al insonlarga ummat yemasin. Hammanglarni kutaman. Paddeshkada bo'linglar, podpiska bo'linglar iltimos. Shular ko'rib qo'ysa biz qanaqa inson bo'lib ketishimiz. Hammanglarni juda ham yaxshi ko'raman. Iltimos sizlardan xalqim, mana paddeshka qilinglar. Menga podpiska bo'lib obuna bo'linglar, shu 10 million qarzdan qutulib